boshqa muhit, oilamdagi tarbiyam boshqacha. Hamma o'ziga yarashadigan ishni qiladi. Va menga har xil gaplarni so'zlash yoki da bo'lmasa bir yomon fikr bildirish yarashmaydi deb o'ylayman. Va men yomon fikr ichimda yo'q. Haqiqatdan chin dildan kim bilan nerda bo'lsam baxtli bo'lsin. Va men baxtliman, Xudoga behisob shukr. Alhamdulillah farzandim bor. Oilam, yaqinlarim hammasi yonimda. No bo'lgandan farzandimni otasi men hech qachon odam haqida yomon so'zlamayman. No qarorga kelishidan qat'iy nazar hurmat etaman. Xudo xolasa advokatlarimiz ish olib boribdim, turibdi. Ma'lum vaqtdan keyin farzandim faqat o'zimning farzandim bo'ladi. Faqat shu yuzasidan bizda ozgina bir-birimiz bilan отношения bor. Bir-birimiz bilan emas, advokatlarimiz bilan. Va bu insonlar ham tinch qo'yinglar, men ham tinch qo'yinglar. Men ham baxtliman, ular ham baxtli. Hamma o'zini bilganini aytib, hazzatib yashasın. Aytajakim, meni tarafimni olib yozasizlarmi, ularni tarafini olib meni yomonlab yozasizlarmi, foydasi yo'q. Hamma baribir o'zini qarichini o'lchab, hamma o'zini tanlab bo'lgan. Va bu deganim mendim bechoraman degani emas, modim hamdardlik bildirib yig'lab yozibdi qizlar bechoralar. Unda tavermanglar, ichga vermanglar, o'rtoqlar, mendim yaxshiman. To'g'ri, endi men ham bu vaziyatlardan oson chiqib ketmayman, lekin chiqib ketganim men u vaqt homilador vaqtimda bo'lgan. Bu menda shuning travmatik, krizisli davrim homilador paytimda bo'lgan. O'sha meni farzandim 1 yoshga kirdi. Menda hammasi yaxshi. Shuning uchun xavotir olmanglar, har xil narsa yozmanglar. Sendim yaxshi ko'raman, hurmat etaman. Men ham yaxshi ko'rib hurmat etadiganlarga rahmat katta. Yomon ko'rsangizlar ham, yaxshi ko'rsangizlar ham o'zingiz bilasizlar. Так что istar edim просто kuzatib, hazzatib, o'zlaringiz hayotlaringizni yashanglar. Men shuni istaman, shuni tarafdorman. Agar ma'nodir qiziq bo'lganda yoki da meni nima desam, bir gaplashishni istaganimda dum ko'p gaplab bilaman. Просто menga yarashmagani uchun. Va meni tarbiyam o'ta bir boshqacha qiz bo'lganligini tushunam. Va farzandim ertang bir kun bu chiqib turgan har xil sassi gaplardan men shunda bo'laman. Masalan, farzandim ertang g'ururi sinmasin, ya'ni farzandim bir faxrlanadigan insonlar bo'lishimizni istar edim. Lekin men shuni harakatindaman. Endi boshqa tarafda o'zlari biladi. Hammaning tanlovi o'zinda, ya'ni kim. Shuning uchun hammaga shuni aytish uchun efir ochdim. Bo'ldi, chiqaman efirdan. Xudo xolasa bir ma'lum vaqtdan keyin efir ochaman. O'zi efir ochish niyatim yo'q edi. Bugun direktim adım ko'p gaplar geldi. Men o'zi aslında ichimdan dim xotirjam va baxtliman aslında. Lekin bugun yozilgan narsalar meni psixikam ozgina ta'sir etib turibdi. Menga uning bechora qaranlik qaramanglar. Men yaxshimandim. Men dim yaxshiman, Xudoga shukr. Yaqinlarim yonimda, bolam yonimda, bag'rimda, opam akam hammasi normal menda o'rtoqlar. Endi no deyin yana. Masalan, kashtan. Ava, baxtliman, no, baxtladim-ku. Yomon gap yozmasinglar. Ava, yomon gaplar yozmanglar. Ava, Muratning akasi no bo'lgandan hurmat etinglar, bo'ldi. Так что shuni aytajakman. Hammaga rahmat. Xudo xolasa Xudo xohlasa bo'ldi, shuni aytajak edim. Bunusuna balam muxtab etganini ko'rishim kerak. Ogili magazinan, chikkini shahasinan. Nina, mangay. Mangalo. Вот, shuning gaplar o'rtoqlar. Hammaga xayrli kech, xayrli oqshom, yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Sizlarni yaxshi ko'raman, hurmat etaman. O'chir efirni ko'p gapirib yubording. Doğru, endi seni gaping uchun o'chiratirganim yo'q. O'zim istaganim uchun o'chiratirman aslında. Senlere nima desam, e'tibor bermaka vaqtim yo'q. Sen ham baxtliman. Sen ham baxt bo'ldi. Al, vaqting keldi. Yaxshi gaplardan bo'ldi. Al, vaqting keldi, al. Al get sana. Так что xo'sh. Vaqtingiz ochildi. Vaqtim ochiq o'rtoqlar, ravara, hammer baxt aslında. Siz bilmaysizlar просто. Instagram'a qo'ymasam nima, baxtsizman deganim, ya'ni. Baxtli qizman. Тоже мне. Mayli, hammaga xayr.